Bugungi globallashuv davrida inson salomatligi va oziq-ovqat tizimining barqarorligi har qachongidan ham dolzarb masalaga aylandi. Aholining to'g'ri ovqatlanishi, iste'mol qilinadigan mahsulotlarning sifati hamda ularning xavfsizligi har bir davlatning iqtisodiy barqarorligi va sog'lom jamiyat qurish strategiyasida muhim o'rin tutadi. Shu bois oziq-ovqat xavfsizligi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tushunchalarini farqlash, ularning mohiyatini anglash bugun har bir ishlab chiqaruvchi va iste'molchi uchun zarur bilimdir. Bu ikki tushuncha bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lsa-da, ma'no va vazifa jihatidan farqlanadi. Biri tizimning yondashuvini, ikkinchisi esa mahsulotning bevosita sifat va gigiyenik holatini ifodalaydi. Oziq-ovqat xavfsizligi bu mamlakat aholisi uchun yetarli, sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlovchi tizimdir. Uning mohiyati shundaki, har bir inson har qanday vaqtda o'zining kundalik ehtiyojlarini qondira oladigan oziq-ovqatga jismoniy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ega bo'lishi kerak. Bu tushuncha nafaqat mahsulotning mavjudligini, balki uning yetarli hajmda ishlab chiqarilishi, aholiga yetkazib berilishi, to'g'ri taqsimlanishi va isrof qilinmasligini ham o'z ichiga oladi. Oziq-ovqat xavfsizligi zanjirida ishlab chiqaruvchi, tadbirkor va iste'molchi bir-biriga chambarchas bog'liq. So'nggi yillarda qabul qilingan qonuniy, me'yoriy hujjatlar ham aynan shu masalalarga yo'naltirilgan. 2025-yil 3-fevralda ma'qullangan oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi qonun mutlaqo yangi yondashuv bilan barcha manfaatdor tomonlarning, ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar va iste'molchilarning huquq va majburiyatlarini belgilab berdi. Endilikda har bir ishtirokchi o'z mas'uliyatini chuqur his etgan holda bozor zanjirida faol qatnashishi kerak. Tadbirkor mas'uliyat bilan yondasha olmasa, u nafaqat mijozining sog'lig'ini, balki o'z biznesini ham xavf ostiga qo'ygan bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bu iste'mol qilinadigan har bir oziq-ovqat mahsulotining inson sog'lig'iga zarar yetkazmasligini ta'minlash tizimidir. Bu yo'nalishda mahsulotning tarkibida mikroorganizmlar, kimyoviy modda qoldiqlari, og'ir metallar yoki boshqa zararli elementlar mavjud emasligi qat'iy nazorat qilinadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi faqat laboratoriya tahliliga bog'liq emas, balki butun ishlab chiqarish zanjirini, xomashyoni yetishtirish va tayyorlashdan tortib iste'molchining dasturxonigacha bo'lgan barcha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, mazkur tizim nafaqat tayyor mahsulotning, balki uni ishlab chiqarish, qadoqlash va saqlashda ishtirok etadigan barcha vosita va jarayonlarning xavfsizligini ham ta'minlash majburiyatiga ega. Ya'ni mahsulot iste'molchiga yetib borgungacha bo'lgan butun zanjirda xomashyo, texnika, jihoz, idish va qadoqlash materiallari inson sog'lig'iga zarar yetkazmasligi kerak. Shu bois mahsulot xavfsizligi deganda faqat laborator tahlillar emas, balki ishlab chiqarish muhitining gigiyenik, texnik va sanitariya talablariga muvofiqligi ham nazarda tutiladi. Ya'ni mahsulot xavfsizligi bu yerda oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'ladigan har qanday komponentning zarar yetkazmasligini ta'minlaydi. Masalan, plastmassa idishlardan oziq-ovqatga zaharli modda o'tmasligi, saqlash paytida oziq-ovqat tarkibiga kimyoviy reaksiyaga kirishuvchi modda qo'shilmasligi, issiqlik bilan ishlov beruvchi texnika yoki qadoqlash jihozlari inson uchun xavfli bo'lgan bug' yoki gaz chiqarmasligi. Bunday talablar ISO 220.00, ISO 90.01, ISO 45.001, Codex Alimentarius kabi xalqaro standartlarda ham belgilangan bo'lib, ular oziq-ovqat mahsulotlarining har bir bosqichida xavfsizligini kafolatlaydi. Bu me'yorlarga rioya etish orqali ishlab chiqaruvchi korxonalar iste'molchiga chinakam xavfsiz va sifatli oziq-ovqat yetkazib berish imkoniga ega bo'ladi. Demak, oziq-ovqat xavfsizligi iste'molchining sog'lig'ini himoya qiluvchi tizim bo'lsa, mahsulot xavfsizligi aynan shu oziq-ovqatning ishlab chiqarilishida ishtirok etuvchi texnologiya, uskunalar va qadoqlash vositalarining zararsizligini kafolatlaydi. Bu ikki soha bir-birini to'ldiradi. Xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun xavfsiz idish, xavfsiz texnologiya va xavfsiz mehnat muhiti zarur. Shu bois ishlab chiqaruvchi korxonalardan tortib nazorat organlarigacha bo'lgan har bir tizim o'z mas'uliyatini chuqur anglab yetishi lozim. Har ikki yo'nalish uyg'un ishlagan taqdirdagina iste'molchi dasturxoniga chinakam xavfsiz va sifatli oziq-ovqat yetib boradi. Aks holda yagona zanjirdagi kichik xato ham butun tizimni ishdan chiqarishi, eng yomoni inson
salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi qonunchilikda mahsulotning sanitariya, veterinariya, fitosanitariya talablariga to'liq mos kelishini anglatadi. Ya'ni biz iste'mol qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida hech qanday zararli modda bo'lmasligi, u gigiyena qoidalariga rioya etilgan holda tayyorlangan bo'lishi kerak. Shu sababli yangi tadbirkor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni boshlashdan oldin xavfsizlik masalasiga jiddiy e'tibor qaratishi lozim. Yaxshi jihozlangan korxona, malakali kadrlar, toza ishlab chiqarish muhiti, bularning barchasi sifatli va xavfsiz mahsulot kafolatining asosi hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash bu faqat alohida bosqichlarga e'tibor berish bilan tugamaydi. Bu va FAO mutaxassislari oziq-ovqat zanjirini mahsulotni yetishtirishdan tortib iste'molchigacha bo'lgan uzluksiz jarayonlar majmuasi sifatida ko'radi. Ya'ni fermer va dehqon xo'jaliklaridan boshlab oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari, transport kompaniyalari, korxonalar, chakana savdo tarmog'i va yakunda iste'molchigacha bo'lgan yo'lda har bir bo'g'in bir-biriga bog'langan yagona mexanizmni tashkil etadi. Bu yondashuv bir salomatlik tamoyiliga asoslanadi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini inson, hayvon va atrof muhit salomatligi bilan uzviy bog'liq holda ko'radi. Shu sababli oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda mahsulotlar gigiyenik talablarga muvofiq yetishtirilishi, transport va saqlashda maxsus shartlarga rioya etilishi, mutaxassislardan iborat nazorat organlari esa doimiy sertifikatlash va tekshiruv o'tkazib borishi zarur. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda eng katta mas'uliyat ishlab chiqaruvchi korxonalarga to'g'ri keladi. Shu sababli yangi ish boshlagan tadbirkor birinchi navbatda ishlab chiqarish salohiyatini to'g'ri baholashi, zarur texnika va jihozlarga ega bo'lishi kerak. O'z mahsulotini bozorda raqobatbardosh qilish uchun korxona faoliyatida ishlab chiqarish jarayonini boshqaruvchi xalqaro va milliy standartlarni tatbiq etishi zarur. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladigan eng muhim xalqaro standartlardan biri ISO 220.00-2019. Bu standart ishlab chiqaruvchilarga hamda oziq-ovqat tarmog'i bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga mahsulot zanjiridagi barcha bosqichlarni doimiy nazorat ostida ushlab turish, xavfli moddalarni aniqlash va yo'q qilish imkonini beradi. Mazkur standart NASER, ya'ni xavf omillarini aniqlash va ularni nazorat nuqtalari tamoyillariga asoslangan bo'lib, u mahsulot xavfsizligini iste'molchiga kafolatlashga qaratilgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ko'plab korxonalar aynan shu tizimdan foydalanib, mahsulotlardagi xavf omillarini bartaraf etishga erishmoqda. Shu bilan birga ISO 220.00 faqat tayyor mahsulotni emas, balki xomashyo va qadoq yetkazib beruvchilarni ham qamrab oladi. Demak, tadbirkor katta zanjirning boshida turgan shaxs sifatida xavfsizlik mezonlarini umumiy yetkazib berish, saqlash va ishlab chiqarish jarayonlarida izchil qo'llashi kerak. Masalan, bug'doy va sabzavot ekinlarining xavfli moddalarsiz yetishtirilganligiga e'tibor qaratish, sanoat mahsulotlari uchun zarur steril jihozlardan foydalanish hamda mutaxassislarni gigiyena bo'yicha muntazam o'qitish ayniqsa muhimdir. Aslida ISO 220.00 tizimini joriy etish nafaqat sifatni oshiradi, balki korxonaning xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi va sarmoyadorlarning mazkur brendga nisbatan ishonchini oshiradi. Ishlab chiqaruvchilar qo'shimcha ravishda davlat tomonidan belgilangan texnik reglamentlar va standartlarga ham qat'iy amal qilishi lozim. Masalan, sut mahsulotlarini tayyorlashda davlat sanitariya qoidalarini hamda o'z standart agentligi tomonidan qabul qilingan tegishli me'yoriy standartlarni e'tibordan chiqarmasligi zarur. Bu boradagi aniq va kerakli ma'lumotlarni o'z standart agentligining rasmiy standart.uz saytidan olish mumkin. Qonuniy jihatdan O'zbekiston xalqaro me'yorlarga muvofiq tashkil etilgan turli hujjatlar asosida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini tartibga soladi. Bularga asosiy hujjat sifatida 1997-yilda qabul qilingan oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to'g'risidagi qonun kiradi. 2025-yil 3-fevralda qabul qilingan oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risidagi yangi qonun esa mazkur asosiy qonunni yanada to'ldirib,
hamma bosqichlarda xomashyodan tortib oxirgi iste'molchigacha nazoratni mustahkamlash uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qonunlar bilan barcha ishlab chiqaruvchilar, savdo subyektlari va iste'molchilar o'z huquq hamda majburiyatlariga ega ekanligi aniq belgilangan. Tadbirkor zarur hujjatlarni o'rganayotganda Lex.uz portalidan foydalanishi mumkin. Bu yerda barcha amaldagi qonunlar, farmonlar va qarorlar e'lon qilingan. Qonunlar bilan bir qatorda tegishli O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Veterinariya va o'simliklar karantini agentligi tomonidan tasdiqlangan sanitar-epidemiologik normalar va fitosanitariya qoidalari mavjud. Masalan, har bir oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxona uchun sanitariya va epidemiologik xulosa olish majburiy bo'lib, bu hujjat mahsulot va uskunalarning gigiyena normalariga mosligini tasdiqlaydi. Xuddi shuningdek, ayrim o'simlik va hayvon mahsulotlari qo'shimcha ruxsat talab qilish ham mumkin. Bularni rasmiylashtirish uchun tegishli hududiy sanitariya va epidemiologiya xizmatlariga yoki veterinariya tashkilotlariga murojaat qilinadi. Standartlashtirish va sertifikatlashtirish jarayoni ham muvofiqlikni ta'minlovchi muhim hujjatlar zanjiridir. Standartlashtirish mahsulot va jarayon uchun belgilangan yagona texnik me'yorlar tizimini ishlab chiqish bo'lsa, sertifikatlashtirish ularning shu me'yorlarga mosligini mustaqil ekspertiza orqali tasdiqlashdir. Amaldagi qonunchilikka ko'ra ayrim oziq-ovqatlar va import qilinadigan texnologiyalar majburiy sertifikatlanadi. Ixtiyoriy sertifikatlash esa tadbirkorning brend mahsulotlariga bo'lgan ishonchini oshiradi. Standartlashtirish va sertifikatlashtirish bilan bog'liq barcha ma'lumotlar ham o'z standart agentligi, ya'ni Standart.uz saytida jamlangan bo'lib, u yerda milliy va xalqaro standartlar matnlari ham mavjud. Ushbu hujjatlarga muvofiq ishlash tadbirkorga ishlab chiqarishning har bir bosqichini tizimli nazorat ostida ushlab turish imkonini beradi. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsuloti sifatini belgilar bilan taqqoslash, qadoqlash jarayonida gigiyena qoidalariga rioya qilish, bularning barchasi nazorat ro'yxat qilib borilishi mumkin. Davlat nazorat organlari bilan hamkorlikda ish olib borilsa, mahsulotning xavfsizligi mustahkamlanadi. Iste'molchining ham oziq-ovqat va mahsulotlari xavfsizligidagi o'rni muhimdir. Chunki xomashyo yoki tayyor mahsulotdagi sifat buzilishi, gigiyena talablariga rioya qilinmasligi yoki zaharlanish holati eng avvalo iste'molchining sog'lig'iga zarar yetkazadi. Shu sababli har bir yurtdoshimiz xarid qilayotgan mahsulotga mas'uliyat bilan yondashishi zarur. Mahsulot tarkibiga, yaroqlilik muddatiga va gigiyena talablariga e'tibor berish bu har bir insonning birlamchi vazifasidir. Iste'molchi mahsulot muqovasidagi ma'lumotni diqqat bilan o'qib, uni qanday sharoitda saqlash kerakligini bilishi lozim. Masalan, go'sht va sutni muzlatgichda saqlash, konservalarni belgilangan haroratda tutish bu avvalo o'z sog'lig'imizga bo'lgan g'amxo'rlikdir. Agar sotib olingan oziq-ovqat sifatsiz bo'lib chiqsa, iste'molchining qonuniy huquqi bor. Mahsulotni qaytarish yoki almashtirish, shuningdek, sifat nazorati organlariga murojaat qilish. Shu bois har bir shaxs bu boradagi o'z huquq va majburiyatlarini chuqur anglab yetishi lozim. FAO ekspertlariga ko'ra, iste'molchi xarid qilgan oziq-ovqatni to'g'ri saqlash va pishirish orqali oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shadi. Demak, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi mas'uliyatida faqat ishlab chiqaruvchilar va nazorat organlari emas, balki har bir iste'molchi ham o'z zimmasiga tushadigan vazifalarni ado etishi kerak. Umuman olganda, iste'molchi mas'uliyati o'z tanlovi va oziq-ovqat bilan munosabati orqali bozor madaniyatini shakllantirishga hissa qo'shishdir. Shu bilan birga qonun iste'molchi ham o'zining majburiyatlarini unutmaslikka chaqiradi. U sotib olgan mahsulotni to'g'ri saqlashi, ogohlantirishlarga e'tibor berishi va gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilishi lozim. Aytish mumkinki, belgilangan norma va standartlarga muntazam rioya etadigan tadbirkor nafaqat iste'molchi ishonchini, balki o'z biznesining barqarorligini ham himoya qiladi. Bunda tegishli idoralar tomonidan beriladigan ruxsatnomalar, litsenziyalar hamda ularning amal qilish muddati birlamchi ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, sanitariya epidemiologiya xizmati oziq-ovqat ishlab chiqarish va saqlash jarayonlarini muntazam ravishda tekshiradi. Qonunbuzarlik aniqlansa, tegishli ogohlantirish va choralar ko'riladi. Shuningdek, tashqi bozorga, xususan eksportga yo'naltirilayotgan har bir mahsulot belgilangan sanitar va veterinariya texnik ekspertizadan o'tkazilishi shart. Bunday yondashuv tadbirkor uchun qo'shimcha ishonchni yaratadi. U ishlab
ishlab chiqarishning har bir bosqichida mahsulot xavfsizligi o'z nazorati ostida ekanini biladi. Me'yorlarga to'liq amal qilgan holda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat 3-tomon tekshiruvidan muvaffaqiyatli o'tgach, iste'molchiga sifat va xavfsizlik kafolatini beradi. Natijada tadbirkor o'z biznesini himoya qiladi. Iste'molchiga esa ishonchli mahsulot yetkazadi. Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bu millatimizning salomatligi, kelajagi va farovonligini ta'minlaydigan birlamchi eng muhim ustuvor yo'nalishdir. Tadbirkor va iste'molchi o'zaro hamjihat bo'lib to'g'ri yondashuvni qo'llagan taqdirdagina haqiqiy baraka va ishonchga erishish mumkin. Ishlab chiqaruvchi barcha qonun, me'yoriy hujjatlar va standartlarga chuqur amal qilgani sayin uning mahsuloti xonadonlargacha zararsiz va sifatli yetib boradi. Ushbu ikki tomonning hamkorligi va munosib sa'y-harakatlari evaziga nafaqat sifatli mahsulot, balki sog'lom kelajak ham kafolatlanadi. Oziq-ovqat xavfsizligi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bir-birini to'ldiruvchi ajralmas tushunchalardir. Birinchisi, aholining yetarli, sifatli va barqaror oziq-ovqatga ega bo'lishini ta'minlasa, ikkinchisi ushbu mahsulotlarning inson salomatligiga zarar yetkazmasligini kafolatlaydi. Shu bois mamlakatda oziq-ovqat tizimini mustahkamlash harakati har ikki yo'nalishda uyg'un ravishda olib borilishi zarur. Barqaror ta'minot zanjiri va qat'iy xavfsizlik standartlari birgalikda ishlaganidagina sog'lom jamiyatga erishish mumkin. Har bir ishlab chiqaruvchi, iste'molchi va davlat idorasi o'z o'rnini to'liq anglab harakat qilsa, biz nafaqat sifatli mahsulot, balki farovon va sog'lom kelajakni ham ta'minlay olamiz. Ushbu animatsion rolik O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan O'zbekiston Agrar soha ayollari uyushmasiga taqdim etilgan davlat ijtimoiy buyurtmasi doirasida tayyorlandi.